Prezident Biden 16 fevral Xitoyni ogohlantirib, uning Uyg'ur kishilik huquq dafsanchiligi uchun bedel to'laydiganligini bildirgan. Amerika prezidenti Biden yuqorqi so'zlarni 16 fevral New York shtatining Milwaukee shaharlik hukumat zalida so'z qilib, fuqarolarning savollariga javob berish jarayonida CNNning riyosatchisining Xi Jinping bilan telefonda so'zlashganda Uyg'urlar masalasining qanday ta'kidlanganligi haqidagi savoliga bergan javobida aytgan. Amerikadagi Xitoy virusi yuqumining vaziyati, vaksina tadqiqotining ilgirilishi va bu jarayonning iqtisodiy ta'siri qatorliq temalarda to'xtalgan programmada Biden yana Xitoyning musulmon osonliqlarga qaratgan muomalasi to'g'risidagi savollarga javob bergan. Biden Amerikaning nurg'un sohada Xitoy bilan raqobatlashadiganligini eskartish bilan birga, o'zlarining kishilik huquq va demokratiyaga bo'lgan andishini Beijingga davomli yetkazadiganligini aytgan. Xitoyning Uyg'urlarga qilgan ziyonkashlik qilish to'g'risida so'ralganda, Biden Xitoy kishilik huquq dafsanchiligi uchun bedel to'laydi. Buning ta'siri cho'ng bo'ladi. Xi Jinping mo buni biladi degan. Turkiyadan boshlangan Sharqi Turkistonda yig'ilish lagerlariga qamalganlarning izdirgini qilish faoliyati dunyo miqyosida kengaymoqda. Qozog'iston, Amerika va Avstraliya qatorliq davlatlardan keyin Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida oilamlarda faoliyat o'tkazildi. Xitoyning sistemalik assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosatining markazida yer olgan yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning izdirgini qilish faoliyati bir oydan ko'proq vaqtdan buyon Turkiyada davomlashmoqda. Germaniyadagi Uyg'urlar 16 fevral Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida Xitoyga qarshi faoliyat boshladi. Angliya Bosh ministri Boris Johnson Yahudi xabarlari gazeti, parlament a'zolari va Yahudi jamoatining Uyg'urlar haqidagi maktubiga javob qaytargan bo'lib, mazkur xat bu hafta oshkorlangan. Bu maktubda Angliya hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qarshi sistemalik ziyonkashlikni oldingi o'ringa qo'yadiganligini aytgan. O'tgan yilning oxirida Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani Yahudi xabarlari gazeti va Rinkasi nomli Yahudi jamiyati bosh ministri Johnsonga birlashma maktub avatgan bo'lib, bu maktub Angliya Yahudiylar kengashi qatorliq tashkilotlarning va 50 dan ortiq parlament a'zosining qo'llashiga erishgan. Boris Johnson javob xatida o'zining Sharqi Turkistondagi kishini andishiga soladigan vaziyat haqidagi andishlarini o'rtoqlashadiganligini va Angliyaning Xitoyni javobgarlikka tortishda boshlamchilik rol o'ynaydiganligini o'tirg'a qo'ygan. Bu maktub dal Angliya hukumati savdo qonuniga tuzatish kirgizish loyihasini rad qilgan haftada oshkorlangan. Mazkur qonun loyihasida Angliya sud mahkamalariga bir davlatning irqiy qirg'inchilik sodir qilmaganligiga doir delollarni qabul qilish va hukm chiqarish huquqi berish tashabbus qilingan. Agar Angliya sud mahkamalari bir davlatni irqiy qirg'inchilik qilgan deb hukm chiqarsa, Angliyaning bu davlat bilan savdo kelishimi tuzishi cheklanadi. Yevropa statistika idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Xitoy o'tgan yili Amerikani orqada qoldirib, Yevropaning eng chong savdo hamrohiga aylangan. Bu mezgilda Yevropa ittifoqining eng chong savdo hamrohi Amerika va Angliya qatorliq davlatlarga savdo miqdori tuvanlagan. Amerikaning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan savdo miqdori 2019-yildagi 746 milliard dollardan 2020-yili 671 milliard dollarga tushib qolgan. Yevropa ittifoqi istatistika idorasining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, Yevropa ittifoqining Xitoydan import miqdori oldingi yilga solishtirganda 5.6% oshgan bo'lib, eksportimi 2.2% oshgan. Savdo miqdori 696 milliard dollarga yetgan. Davolash uskunalari va elektronlik uskunlarga bo'lgan kuchlik ehtiyoj Xitoyning Yevropaga eksportini oshirishda turtkilik rol o'ynagan. İtaliya raqobat organi abonentlarning sonliq ma'lumotlarini nomuvofiq ishlatishni oxirlashtirish haqidagi ko'rsatmaga amal qilmaganligi uchun ijtimoiy aloqa subsi Facebook'ga 7 million yevro jarimani qo'ydi. İtaliya raqobat organi e'lon qilgan bayonotida 2018 yil noyabrda Facebook'ning abonentlar savdo subsida tizimlatganini ta'minlagan uchurlarni to'plash va ishiltish haqidagi xatoliklarni tuzatish uchun ko'rsatma berilganligi, lekin shirkatning buningga amal qilmaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Oldin hafta Fransiya Google'ga davlat ichidagi mehmonxonalarning rad tartibi masalasida iste'molchilarni qaymoqtirdi deb 1 million 100 ming yevro jarimani qo'ygan.